Muzaffar aka, oilaviy ajrimda sud muddat qo'ymay ham ajratishi mumkinmi oilalar? Mumkin. Kuni kecha qonun qabul qilinib, oila kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Ya'ni o'sha ajratishda muddat berish degan moddasi bor edi. Hozir endi muddat bermasdan ajratish bo'yicha o'zgartirish kiritildi. Bu nima bu? Bu oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylangan ayol agar sudda bu narsani isbotlab bersa, masalan aytaylik, ichki ishlarga murojaat qilgan bo'lsa, tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, больницада yotgan bo'lsa yoki ekspertiza xulosasi bo'ladigan bo'lsa, ichki ishlarga murojaat qilib himoya orderi olgan bo'lsa yoki guvohlar bo'ladigan bo'lsa, ilgari murojaat qilgan bo'lsa, shu holatlarni sudda isbotlab tasdiqlovchi hujjatlar taqdim qiladigan bo'lsa, sud bu hujjatlarni inobatga olib, oilaviy zo'ravonlikka qurboniga aylangan ayollar bo'yicha, ajrim bo'yicha muddat bermasdan nikohni bekor qilishi mumkin bo'ladi. Rahmat. Salomat qoling.